ko'pchilikda hozir bo'yin yopiq holatda, lekin tushunmaydi. Qanaqa nima deyotganim balkim tushunmassiz ham, balkim. Umid bor, o'shaning uchun harakat qilaman. Ancha men qirolichalarim juda ham kuchli bo'lib ketishgan, bilasizlarmi? Chunki rivojlanyapmiz. Yopiq holatda, lekin liposaksiya qilmoqchi bo'ladi men faqat. Lekin u davom etib ketadi. Bu baqa faqat men bitta to'xtamagan. Qovog'i osiladi, yildan yilga tushunmaydi nimaga. Yuzim ishib ketadi, xona bo'ladi. Men blefaroplastika qilmoqchi bo'ladi. Yuzini kosmetolog yoki kremlar bilan nimadir qilmoqchi bo'ladi tashqaridan. Va bilasizlarmi, muammo esa mana skeletda yotibdi-da. Skeletni mana bunaqa joyiga qo'yish kerak. Bo'yin mana bunaqa, ключица bu yerda. Muammo o'z-o'zidan yo'qoladi.